Men Xolf Akmal Navoiy Uran davlat korxonasida geotexnik quduqlarni qurish va ta'mirlash bo'yicha ekspluatation uchastkasida kon ustasi lavozimida ish faoliyatini olib boraman. Bu yil men uchun juda ham ahamiyatga ega yil, chunki men 35 yoshga to'laman. Mustaqilligimiz davomida ko'plab burg'ulash texnikalari yangilandi. Bu uchun prezidentimizga tashakkurlar aytamiz. Faoliyatimiz davomida ko'plab quduqlar qurdik va ularni o'zlashtirib, taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shyapmiz deb o'ylaymiz. Vatanimizga sidqi dildan xizmat qilishga tayyormiz. Mustaqillik bayrami bilan butun yurtdoshlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Mustaqilligimiz abadiy bo'lishini tilab qolamiz.